Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Zoyba. Bugun sizlarga Oyxon onaning hayotini o'qib beraman. Oyxon ona 1882 yili shahrining shahar ichi mahallasidagi ma'rifatparvar Turdiboy oilasida dunyoga kelgan Oyxon qizlarga maktab ochilmagan shu davrlarda qo'shnichimlardan bilim oldi. Shundaqdimi Ayxon nihoyatda berilib o'rganibdi va hashpashtigacha o'qimishliq, o'ngliq qiz bo'lib yetibdi. Ayxon o'qish orqali nurg'un narsalarni bilibdi va dunyoni tushunishga kirishibdi. Ayxon kichigidan boshlabla kelgusi haqida qilinadigan ishlar to'g'risida fikr yurgizib, balliq xayolini zotla to'xtatmabdi. Ayxon go'zal orzu-xayollar bilan yuqori o'rlab o'qishga tayyorlanayotganda otasi Turdiboy uzun o'rin tutib yetib qolibdi va uzun o'tmay uning kasalidan ansiragan ota o'zining birini o'zining birdan-bir qizi oldidagi majburiyatini ado qilib o'tish uchun Ayxonni kichiklar turmushga chiqarib yetibdi. Shu kunlarda Ayxonning ota-onasi o'zlari yig'gan barliq mol-dunyoni qoldirib, bularni cho'qim yaxshi ishlarga ishlatilganini vasiyat qilib, orqa-orqadan bu dunyo bilan qo'shilishibdi. Bu dars alam Ayxonga to'liq ig'ir kepti. Ayx- Ayxonning Ayxonning g'amsiz kunlari ana shundoq oyoqlashibdi. Uzun o'tmay u ota-onasining qolgan qo'ru joylarini setib, yo'ldoshi Baxtning topganlariga qo'shib, o'sha shaharning Qozonchi mahallasida 10 necha ig'izliq cho'ng qo'ri joy setib olib, bu qo'ri joyga put kuchi bilan ishlashga kirishibdi. Ayxon uylik o'choqliq bo'lgandan keyinmi o'zining davomliq bilim ilish, o'qish orzusidan voz kechmabdi. Bu kunlari Ayxonning beshiga yana bir musibat kelib, yo'ldoshi Baxtdan ayrilib qolibdi. Shu tariqada bir necha yillar o'tib, bu marhum otasining ayni vaqtda aytgan gaplarini eslab, oxiri ko'cha-ko'ylarda tinib damirab yurgan bir necha yetim bolalarni o'z uyiga ekilib beqib elib, yetimlarning g'amguzari Ayxon ona deb atilibdi. Ayxon ona bolalarning diliga ilm-ma'rifat urug'i selish uchun daftar, qalam, kitob qatorliq narsalarni setib olib, ularni o'zi o'qitishga boshlabdi. Ayxon onaning o'z uyida yetim bolalarni beqib va o'qitayotganligini butun G'o'cha shahriga pul ketibdi. Ma'rifatparvar ziyolilar uning bu jasoratidan suyunsa, ba'zi qit'ur, ko'rolmas kishilar uning orqasidan nurg'un yomon gaplarni tarqitibdi. Ayxon ona o'zining texi hech qancha ish qilolmaganini o'ylab, o'z qo'risida texmu cho'ngroq bo'lgan tuzumlashgan bir maktab qurib, to'g'risida to'xtamay plan tuzibdi. Ayxon ona shu tariqada G'o'chadagi tariqatparvar zotlar va boylar pul, moddiy buyum oyina qilib qurgan maktablarga berib, o'z ko'zi bilan bu maktablarning qurilishini ko'ribdi. Hamda bu maktablarning qurilishi uchun aktiv rol o'ynayotgan Najmiddin apandiga o'xshash ma'rifatchi ma'rifatchi ziyolilar bilan tanishibdi. Ayxon ona shunga o'xshash ziyolilardan maslahat va yordamlarni ilib, oxiri o'z qo'risida
burundan texmi cho'ng qilib maktab echibdi. Balalar buningga intayin amroq bo'lib, xuddi o'z onasidek ko'ribdi. Ish boshlaguncha bu maktab Ayxon maktabi deb atalib, xalqning og'zidan tushmabdi. Ayxonning Urumchidagi muallimlar uchrashiga bir o'zining bir ayol turib, maktab qurg'indek cho'ng ishni doklad qilish va o'z tajribasini tanishtirish uchun taklif qilibdi. Ayxonani tajriba tanishtirish jarayonida Ayxon maktabni qurib chiqishda ishlashga tegishli xizmat va to'liqlashga tegishli taraflarning ko'pligini his qilib yetib qaytib kelgandan keyin bu xizmatlar uchun aldirash bo'lib ketibdi. Ayxon ana muallimlar uchrashishidan keyin alg'ach kelgan muallimlar qo'llanmasi, rasmli kitob, o'zi chizayotgan osma rasmlar, ozoda, yorug' sinib, derazadagi qo'shbiroq gullar, redlik. Ammo oddiy kiyingan o'quvchi-o'qituvchilar Ayxon maktabga yangi tus beribdi. Qabul qilingan o'quvchi sonining ko'payishiga ergashib, turli qiyinchiliklarmi ko'rilishga boshlabdi. Biroq Ayxonana boshliq maktab rahbarlari Najmiddin apandi qatorliqlar bilan maslahatlashib, sinf masalasi, o'quvchilar yotaqi, tuziladigan darslik qatorliqlar to'g'risida fikrlashib, ularni birlikda hal qildi. Keyin ochilgan Ayxon maktabining amaliy ahvolini ko'zdan kechirish yig'iniga Qo'lchidagi mashhur zotlarning vakillari, boshlang'ich maktablarning mudirlari, ma'arif uyushma boshliqlari, mo'tabarlar, ota-onalar, zotlarning vakillari, boshlang'ich maktablarning mudirlari, ma'arif uyushma boshliqlari, mo'tabarlar, ota-onalar qatnashib, nurg'un qabilalarni larzaga soldi. Yaqinda Ayxon ana maktabning qisqacha tarixini tunishtirib o'tibdi. Jo'sh urib, ravoj tepishga yuzlangan qulcha ma'rifida yangi bir to'lqin ko'tarilibdi. U bo'lsa-mu, Ayxon onadan o'rganish, Ayxon maktab muallimlaridan o'rganish va Ayxon maktab bolalaridan o'rganish to'lqini ekan. Shu yillarda Ayxon maktab va Ayxon onaning danqi G'ulcha eli hatto butun Shinjongga tarilib, shu chog'dagi Eli gazeti qatorliq gazetlarda yetimlar onasi Ayxon, o'rnak ol Ayxon onamdan degandek temalardan madhiya she'rlari va maqolalari orqa-orqadan e'lon qilinibdi. Ayxon ona o'z qo'li bilan qurgan maktabning o'zi dars bergan o'quvchilari orqa-orqadan boshqa yuqori maktablarga o'rlab chiqishga boshlabdi. Ayxon ona boshliq muallimlar o'zlarining bu tarbiyagan mevalaridan cheksiz e'tiborlikqa cho'milibdi. 1937 yili Qashqardagi ma'mur Shinjongning chetga chiqib ketishi bilan boshlangan jiddiy vaziyatda Ayxon ona va Ayxon maktabni ko'rolmayotgan petrullar askar
әскиятчылар белән берләшеп төрле тозалгыларны пәйда кылышка башлапты. 1938 yılından başlap Şыңшесейнең zo'ravonlik siyosatlik yurgizishga ergishib, G'ulcha osmonidami qora bulutlar ko'payishga boshlabdi. Ko'zga ko'ringan ziyolilarning bir-birlab ziyonkashlikka uchrashi bilan Ayxon otimi nazorat ostiga ilinib, zindonga tashlanibdi. Ayxon ona turmadan chiqqandan keyin maktab uchun texmo jon kuydirib ishlashga boshlabdi. Shu mezgilda uningga qattiq charchash va kasal tonglar kelib yetib qopti va uzun o'tmay 1942 yili olamdan o'tibdi. Xo'sh,